Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar? Tuzukmi? Boyagi Minecraft'im ban bo'ldi, qandaydir o'chib qolibdi, ko'rinmagan. Keyin men uni YouTube'dan olib tashladim. Hozir mana men qurgan uy 5 yulduz berishyapti. Mana hozir sal ban bo'lyapti. Reklamaga kirib ketdi. Mana bolalar, men qurgan uy oxirigacha sizlar bilan o'tkazmoqchi edim. Bo'lmagan, mana bu yerda ferma qurdim. Yaxshi chiqqan bo'lsa aytasizlar. Mana bu yerga narsalarimni solib qo'yaman. Tepaga balkon qarasanglar bo'ladi. Yaxshi chiqqan degan umiddaman. Iltimos sizlardan like bosib kutib qolaman. Nima bo'ldi? Hozir men kayfiyatga tushganman. Yangi video chiqishini kutinglar.